Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 3-dekabr haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatamiz. Hop, gamajlar mana qishda kiyadigan. Nech pul deyapsiz bularni? 25 ming. Rosa shu qishki sezon boshlandi o'zi. Mana kelganlaringda eslab qolinglar bu akamizni. Mana Dilnuri tekstil bor, haligi paypoq sotadigan akani yonida turishadi bu aka. Hop. Nech pul deyapsiz bularni? 25 ming. 25 ming so'm pachkagami, donagami? Donaga 25 ming, pachkaga ko'proq olaman desa-chi? 23 ming. 23 ming ko'proq oladigan bo'lsa. Hop, bu razmeri qanaqa bo'ladi uni? Razmeri o'rta razmerda, o'rta yoshda. Razmeri o'rta razmer ekan. Hop, bular qanaqa bo'lyapti endi toshi bollari? Bular 42 ming. Bular 42 ming. Mana erkak ham kiysa bo'laveradi, ayollar ham kiysa bo'laveradi. Uni tanlamaydi. Tanlamaydi. Bular pachkaga 42. Donaga 45. 45 ming donaga, ha. Bular 55 ming. Bular 55 ming so'mdan Xitoy ekan. Xo'p, Xitoyda yaxshisi ekan. Xo'p, yana nima? Bular 40 ming so'mdan. Bular 40 ming so'mdan ekan. Yaxshi. Bu endi ehtimol tavallagan pahalı savdo qiladi. Ha, bozorga vaqtliroq kelaverasizlar. Endi kech bo'lishiga qat'iy nazar ko'rsatib qo'yaverak, hamma ko'rinib oladi deb qo'yib qo'yapmiz. Shimlar deyapmiz. Mana shimlar bor ekan. Shimlar nech puldan? Bunisi 90 ming pachkaga. Ha, 90 ming pachkaga. Bunisi 150 ming. Bunisi 150 ming so'm. Bunisi. Ha. Nomeringiz nechi? 90lik. 90lik 051 051 17 14. 17 14 ga telefon qilaverasizlar. Shu gamash, belyu, shunga o'xshash narsalar kerak bo'lsa. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab shu bozor 5 ta boshlanadi. Ho, Hoji buvamni ko'ryapsizlar, mana Hoji buvamda ayollarda o'sha kiyimlari qishki. O'sha narsaga narxlar tushib turibdi mana. 130ligi ham bor, 160ligi ham bor. 130ligi, Katta biz. 160ligi bor deyapti. 4 soat 7 kunda. Hozir jamoani ko'tarish kerak. Zo'r.